iltijolar qildik asad oyida, tilaklarni yaratgandan so'rash foyda. O'zi bizni ulli pirim qo'llasin. Yusuf Hamadoniy desa dillar bo'lar ravshan. Said Hamadoniy dunyoda yagona, ularning ruhlari bizni qo'llasin. Ko'nglida haq degan sado bo'lsa kim? Haq deb bu dunyoda gado bo'lsa kim? Shamdek yonib ado bo'lsa kim? Avvalam Xudo bizni qo'llasin. Shukr Qur'on kabi ulug' bir kitob uchun. Shukr osmondagi oy va oftob uchun. Shukr hadisdagi har bitta harf uchun. Hammasi bizni qo'llasin. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Assalomu alaykum. Mana shu to'yxonamizga tashrif buyurgan otaxonlar, onaxonlar, aka-ukalar, opa-singillar. Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan behayoat shodmiz. Qadamlaringizga hasanot, xush kelibsiz, xushvaqt bo'ling. Hamisha hamma vaqt bo'ling. To'ling, to'kilmang, qatoringizdan kam bo'lmang. Mana bugun to'yxonamizda chiroyli bir kun, yaxshi niyat to'y. Qarang do'stlar, bugun to'yxonamizda to'y. Bugun mana buni sababchilari bo'lmish Ravshanbek köy yigitimiz va Sevinchoy kelin qizimizning baxt va visol oqshomlari ekan. Aziz do'stlar, xonadon sohibalariga to'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. Qutubek momomiza, Qur'onay anamiza, Bozorgul anamiza, Dilorom onalarimizga, Qadamboy og'amiza, Nasiba biylarimizga va qolaversa Nurjon do'stim va Balahot kelinlarimizga mana shu to'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. Keling aziz do'stlar, davramizga mana shu elimizning darg'alaridan yaratganimizdan Ikromboy akamizni davramizga chorlasak, aziz davramizni chiroyli bir tilaklar bilan ochib bersalar, marhamat. Ikrom aka keling davramizga. Rahmat. Mana bugun biz yaratimizda Nurjonbek bilan Malahatlarning yaxshi kunida o'tiribmiz. Farzandlarni nikoh to'y ekan. Bulara baxt tilaymiz. Baxtliman-da insonlardan ham baxtli bo'lsin. Xonadonda hamisha yaxshi kunlar bo'lsin. Endigi shu kunlardan ertaroq 5 ga kelib xudolarimiz qo'shalatdan shu 5 to'ylarni o'tirmak, hammamiz o'rnlarimiz o'chmasdan o'tirmak nasib etsin. Shu to'yxonada o'tirganlar hammasining xonadonida shunday yaxshi kunlar bo'laversin. Baxtli bo'lsinlar. Hamisha dilagimiz shu bog'larimizda. Rahmat. Rahmat Ikrom aka. Yeringizda, mahallangizda hamisha yaxshi kunlar, to'ylar bo'lishini tilakdoshimiz. Rabbim taqdiriga yozib, bir to'lishib, bir ozib, gazni borincha bosib, Nurjon do'stim to'y boshladi. Dilga huzur bu to'y biram yaratib bir bog'i eram. To'rindan top adangacha to'shab gilam Nurjon jo'ram to'y boshladi. Tashvishlarni yo'lin topib, u yoqqa chopib, bu yoqqa chopib, Malaxotxon patir yopib, Nurjon jo'ram to'y boshladi. Mana to'ylari muborak bo'lsin do'stim. Ilohim uzoqini quvontirsin. Kelasi yil oxirlarida mana O'rozmat akam, Oybek, Xudolar boshchiligida, Qadamboygan boshchiligida qo'shadan beshiklar olib kelib, mana shu xonadonni to'ylar muborak, 5 to'ylar muborak deb kelib tabriklab o'tiramiz. Aziz do'stlar, endi navbatni mana qo'shiqlarimizga, kuylarimizga beramiz. Mana davramizda o'zlaringiz tanigan hamisha e'zozda iste'dodli, ajoyib sozanda, xonanda ukamiz mana Habibulla Qurbonboy boshidagi san'atkorlar guruhi sizlarning xizmatingizda. Mana Rustam Media yigitlari davramizda mana video kameralarga tushirib, muhrlab, mana davramizni chiroyli qilib bezayaptilar. Endi yana bir taklif tushib turibdi. Kuyov yigitimizdan bir iltimos bor ekan. Mana shu kelin qizimizni yuzga tortilgan harir ro'mollarni tortib qo'yib, mana kelinimizni chiroyli ko'rsatib, barchamiz mana maza qilib dam olamiz. Mana to'ylarimizni ochiqda e'lon qildilar. Kuyov to'ra tortib qo'ying kelin qizning ro'molini, barcha ko'rsin kelinchakning jamolini. Qarsaklar bo'lsin. Qarsaklar bo'lsin. Rahmat. Siz uchundir qo'shiq ila sozimiz. Siz mehmonu, biz mezbon navozimiz. To'rt tomonga ketgan shu to'yning ovozimiz. Qani do'stlar, davramizga marhamat. Qani do'stlar, qo'shiqlarga, kuylarga marhamat deb qolamiz. Marhamat Habibullah.